Assalomu alaykum bozor uchun kanal obunachilari. Shanba kuni Kirgilidamiz. Eski bozorga kirib kelganmiz, xudo xolasa. Farg'ona Kirgilidamiz. Lokatsiyasini Telegram kanalga tashab qo'yamiz, xudo xolasa. Kirib ko'rishlaring mumkin. Assalomu alaykum, Xormang. Hamma qaytyapti ekan, ha? Kech qoldim bugun. Abit bo'lyapti, endi keldim. Nimalaringiz bor sotiladigan zo'r narsalaringiz? Abagrevator qancha bo'lyapti? 120. İşledi ha? Maslini abagrevator 120 ming xudo xolasa. Manimiz nima bu? Turbami bu? Nima profil? Dimoxod. Ha, dimoxodga. Klaviatura ishlaydi ha? Ishlamaydimi? Rабочий? Bilmayman, ishda ko'radigan. Ishda ko'radiganmi? Yoqda mayda chudalar bor ekan hamma narsa. Zakrivalkalarchi? 5 mingdan. 5 ming so'm ishlaydimi? 5 ming so'mdan mana. Gap yo'qmi? Bitta ishlaydiganmi, ishlamaydiganmi? Pullarimiz bor ekan. Bular ham рабочий emasmi? Рабочий. Raketkalarimiz. Bular qancha? Jupi 5 ming. Bunaqalarimiz ham bor ekan, kattaroqlari. Ha, Sobir aka. Mana desa, Sobir akam ko'ryapsiz chaqmonda. Bunlar qancha ekan aka? 10 ming so'm. 10 ming so'm. Gap yo'q. Ko'ryapsizlar, xallada narsalar bor. Atboynik deydi. Ruchkami bu nima bu? Ruchka ekan. O pichoq o'tkirlaydiganlarimiz ham bor ekan. Gap yo'q. Savdoyingizni bersin tog'a. Assalomu alaykum. Yig'ishtiryapsizmi tog'a? Qaytyapmiz a? Kech qolib ketdik buguncha. Bular Wi-Fi milar? Hammasi. Shular qancha shoxlilari? Shoxlilarini 15 mingdan, mana 10 mingdan shox. Игровой PlayStation yo'qmi? Bitta so'rayotdi. Kommentariyada yozishyapti. Klaviaturlar рабочий a? Qancha ular narxlari? Mana Sichqonchalari bilan. sichqonchasi borlar, 15 ming, bular 10 mingdan. 15 ming, 10 mingdan mana klaviaturalarimiz do'stlar. Qanchadan beradi? So'rang, bozorchi. Xo'p, naushniklarimiz-chi? Ishlaydimi ular? Bilmayman. Ular bilmaymiz a. Xo'p, ключlarimiz, naborlarimiz. Xo'p, gantel tosh so'raganlarga gantel toshlarimiz bor ekan, kichkinachalari ham bor. Yarim kilomikan. 1 kilo bo'lsa kerak. Xo'p, mana kattalarimiz ham bor ekan. Bular kilolimi, tog'a, Xormang? Qanchadan kilosi bu? 100 mingdan donasi. 100 mingdan, narigilar 50 ming. Narigilar kichkinaroqlar 50 mingdan ekan donasi. Manimiz nima, tog'a? Zaryadka akkumulyator. Akkumulyator zaryadka stabilizatsiya yetilyapti toka. Domkratimiz bor ekan. Rossiyskiy mix sug'uradigan so'raganlarga gazadyorlarimiz. Ularimizni narxi qancha tog'a? So'rashyapti shu mix sug'uradiganlarimiz. 30 kattasi, kichkinaroqlarchi? Yo'q, bu yo'q 30 dan, ular 20 ming. Hamma ikkalasi 30 dan ekan. Bunisi 20 ming. Bular ham rossiyskiy bolg'alarimiz, ha? Sirdiki. Bular qanchadan donasi? 30 mingdan. Xo'p, tomonda bittasi ko'rib qoldim. Kichkina teskimiz bor ekan, ha? O narigisi 100, bunisi 500. Ana 500 ming. Qani 100 mingligi? Ha, bunaqasi bor ekan. Ha, mana shu mana. Gap yo'q. Chorshanba kuni odam kam bo'lar ekan do'stlar. Yo'q, men kech kelganimga odam juda kam ekan.
Ama rossiyskiy narsalar ko'p mana. Krujlarimiz, mana bolta desak, boltalarimiz bor ekan rossiyskiy. Xo'p, EPA bor ekan, ushlaydan xudo xolasa qancha ekan narxi shuni? 1 million. Dastavkani qilib beramizmi tog'a? Dastavkani qilib beramizmi? Telefon qilishsa deyman-da, Farg'ona bo'ylabmi yo o'zlari kelib olib ketsa qayerda joyiz? Qayerda uyingiz? Mana shu odamni oling, mana shu odamni, mana shu odamda ko'p narsa bor. Ko'p narsa bormi? Bu olamiz bitta xudo xolasa. So'raganlar bor-da, shu nimani? Bu отбойник, отбойник. O'g'li arsalarga ehtiyot bo'linganmi? Telefon nomeringizni bering tog'a. Telefon qilishadi, olib ketishaveradi uyingizdan ham. Bozorga chiqib o'tirmaysiz, sotaverasiz uydan. Mana shu so'raganlarga, отбойник so'raganlarga, keyin tiski so'raganlar bor, tosh so'raganlar bor, domkratlarimiz mana. Gazli ключlar, xudo xolasa. Ko'p narsa bor. Hormang tog'a. Bo'ldi, nimalaringiz bor sotiladigan? Mashina hammasi sotiladi. Hammasi sotiladi, xudo xolasa. Gaz kolonkalarimiz uchun bor ekan shular. Hammasi sotiladigan. Temir testdagi SSR paytdagi pechkalardagi ketmonlarimiz bor ekan kichkina. Xo'p, shkiflarimiz bor ekan. Ha, YouTube'ga xudo xolasa kechga ko'rasizlar bugun. YouTube ha. Sog' bo'ling tog'a. Nomerlarini berishmadi. Hop, samokatimiz bor ekan bu yerda. Kimniki ekan bu egasi bormi? Elektrический emasmi, tormozi bor ekan xolos. Kimdan ekan? Tog'a men samokat sizdanmi? Kimdan ekan bu? 200 ming deyapti. 200 ming kattasi, kichkinasi-chi? Nima mashina? Bir xil. Bu tormozli ekan do'stlar, 200 ming deyilyapti. Hop, tomonda nasoslarni yig'ishtirishni boshlashdi do'stlar, kech qolibman bugun. Nega hormay yig'ishtirishni boshladilarmi aka? Qanchadan bo'lyapti gantellarimiz? Necha kilo bular? 8 kiloliklar bular. Bularimiz rabochiymi? Nasoslarimiz. Balgarkalar-chi? Rabochiymi? Qanchadan bular narxi? Arzonmi? 250. Qancha? 250. 250, 350 dan originallari xudo xolasa, rabochiy original. Kameramiz-chi, kamera bor ekan, eski. Kasetaga yozadi. VHC ekan, VHC. O'sha bitta mikrofonni ko'rdim, sizdanmi? Mikrofonni ko'ryapsizlar, kasetali. Sizdanmi bu? Smartphone HP'di. 50 ming. Rabochiy, ha? Kaseta o'qiydim, bilmaysiz-a? Tekshirib olinaveradi. Rabochiy emasligini bilishmas ekan, 50 ming deyilyapti, xo'p. Bu qalmoqlarimiz qalmoqqami? Qalmoq ekan. Baliq ovini zapchaslari. Bular qanchadan? 25 mingdan mana qalmoqlarimiz uchun. Gap yo'q. Halimiz binoklmi aka? 500 ming. 500 ming binokl a? Gap yo'q, 500 ming binokl so'raganlarga. Yaqinlashtirib ko'rsataman do'stlar. Gap yo'q. Xo'p, tomonda nimalarimiz bor endi? Eski nasoslarimiz bor ekan, oldingi. Ijod bordi. 5 ming ham bermaydi-ku. Siz qo'shib bering-chi. O'tgan safar 5 mingdan bergan. O'tgan safar 5 mingdan bergan. O'zi. Qaysini? Anularmi aka? Manular. Drillarimiz 200 ming, 250 ming.
500 ming deyilyapti, bu elektron ekan bu. Shurpayo'rlarimiz bor. Makita. Nomeringizni ayting aka, dastavkani qo'yib beramizmi? Ha. Yo, dastlabki yo'q-ku aka. Endi olib ketishaveradimi joyidan? Qancha nomeringizni ayting aka? Shurpayo'lar 250 ming. Shurpayo'rlar 250 ming. Katapilarlar 450 ming. 450 ming. Aha. Qo'y junni oladigan mashinka bor. Qancha ekan o'sha? Boltalar bor. Qo'y junni oladigan mashinkamiz qaysi biri endi bu yerda? Anu? Ha, mashinka so'raganlarga. Baljarkalar bor 250 ming. Balgarkalar 250 ming lamatda bor ekan. Boltalarimiz-chi aka? 200 ming, quvalda 200 ming. Quvalda 200 ming. Nomeringizni ayting. Nomer? Nomeringizni ayting. Ayting nomeringizni aka. Kim kerak bo'lsa telefon qilishadi. Nomeringizni ayting. 90 91 123 26 29 aloqa chiqaramiz do'stlar. Qo'mati yuklab bo'lishdi. Teskimiz qancha ekan? 500 ming. Kattasidan ekan, faqat kuvallalarimiz-chi rossiyskilar bor ekan. Xo'p. U kirki deylarmizda nima deyiladi? Qancha ekan bular? 60 ming. 60 ming. Qozonlarimiz-chi? 100 ming, 120 ming. Eski qozon so'raganlarga do'stlar. Yuklashyapti o'sha, yig'ishtirishyapti. Xo'p, tomonlarga boraylik, bu tomonlarda nimalarimiz bor? Amerikanskiy futbol o'ynaydiganlarga to'plarimiz qancha ekan shu? To'plarimiz aka 20 ming so'm. 20 ming so'm, gap yo'q. 20 ming so'm. Va oyoqda o'ynamaydi ama, qo'lda o'ynaydi. Xo'p, tomonda nimalarimiz bor? Mini drilchalarimiz bor, mini drilchalar. Xo'p, muzikalar. Anular, ha? Bular elektron. 200 ming, 250 ming qilib berilar ekan. Elektronli-da bu endi, qo'lda. Elektronik kichkina mini shurpayo'r ekan. Fanarlarimiz mana bular aka? Fanarlarni ko'pini yig'ishtirib qo'ydik. Bular originallar. Qancha shular? 2 kilometr. Reklama qilib beradi, 2 kilometr olib beradi shunaqalardan. O'sha u darajada bor. Uni reklamada qilishaveradi-da. Bu 300 ming so'm. Mana 400 ming so'm. Hozir svetoch sezoni boshlangan. Olsalaring. Bemalol. Xo'p, yana nimalarimiz bor aka? Mana Hop, tomonda mayda chudalarimiz bor ekan. Drelimiz qancha ekan? Drel 300 ming. 300 ming. Originaldan, ha? Epami? Epa emasmi? Drel so'raganlarga 300 ming ekan. Постоянно olmasin, shu krossovkalarni ham bitta olib ketaylik. Qanchadan bo'lyapti krossovkalaringiz? Mana boshdan olib ketamiz. Asatga baslar yangi tovarlar. Asatga nima krossovkalar dedim. Qancha? Yangi mana, yangi so'ragan. 100 ming, 110 ming. Va zimnilar kelibdi уже. Hammasi zimni ekan. Bitta qor yomg'ir yog'sin birinchi, keyin qor yog'sin. Paslab olyapman yerlarni. Omadikini o'tkazib yubordik. Ha. Deb uni boshqatdan olmadingiz. Oldim aka, bitta obzorni qilib bering bo'lmasa, men Mani ko'rsatmang. sizni ko'rsatganim yo'q. Qarang. Eng zo'ri qaysi biri? Ichi mexlilar 110 ming, 100 mingdan qilib beraman. Sizni podpitchiklaringizga. 100 mingdan mana, 110 ming, 100 mingdan deyapti. Ish mexlilar. Mexlilar. Ko'ryapsizlar. Manularini Ular ozon-a? 85 ming, 80 mingdan qilib beraman. Sizni podpitchiklaringizga faqat. Sezon tugadi, shuning uchun skidga ketyapti do'stlar. Ular 60 ming. Ular 60 mingdan. Makasini so'raganlarga. 85 ming so'm. Yana agar mabodo yaqinaqalari kerak bo'lsa, Kaminatda bozorda ham bor. Kaminat bozorida ham bor. Telegram nomeringiz bormi? Bor. Ayting Telegram nomeringiz. Telegrammi? 91lik 130 82 82 aloqachisidan xudo xolasa. Dastavka ham qilib beramiz jo'natib. Kelishilgan holda. Faqat dastavkasi pulli. Kelishilgan holda bo'ladi. Xo'p, tomonda nimalarimiz bor ekan? Pechkalarimiz, velosipedlarimiz bilan do'stlar hozir bitta ko'rsatamiz.
Xo'p, termizlarimiz qancha bo'lyapti? Ishlaydi hammasi? Ha, ishlaydi. 50 mingdan. Gap yo'q. Maydalar bor ekan, kichkinalardan tortib kattalargacha bor ekan. O'zi qaynatadiganlar ham bor. Arzon, 10 mingligi ham bor. 10 mingligi. Gap yo'q. 10 mingligi ham. Ishlaydimi bu tikuv mashinasi? Qancha bu narxi? 200 ming. Tikuv mashinasi so'raganlarga. Xo'p, pechlarimiz-chi? Pechlarimiz 50 mingdan ekan. G'ildiragimiz bor ekan, 26 mi bu? Qancha sotiladi bu? 50 ming. 50 ming. Tayyor bu. Olib qo'ysa bo'ldi. Qo'yadi. Tepsa bo'ldi. Tepsa bo'ldi. Velosipedimiz qancha ekan? Arzon qilib ayting, olib ketsin, sirasi 100 olib ketadi. 350 ming. 350 ming, 26. 350 hamma yo'q ishlaydi, tayyor. 350 mingga do'stlarim velosiped so'raganlarga. Qayerda bo'ladi? Uyingizda bo'ladimi bu? O'zi bozor tugayapti. Bozordan olib ketaveradi. Kirgili bozordan olib ketaveradi, ha? Nomeringizni aytsangiz, Paputi. 91lik. 91lik 122 122 0960. 0960 kichkinalarchi qanchadan bular? Ular 100 mingdan beradi. 100 ming. Samokat Samakatni arzonroq qilayapti. 40 ming. Bu ham. Bularchi 40 mingdan samokatlar. Kichkina bu 100 ming, ha? Ha, u 100 ming. Anoni 200 mingga. Yig'iladiganmidi ochilib ketdi, ha? Ano 100 ming. 100 ming. 200 ming. Velosiped so'raganlarga 14 yosh, 15 yoshgacha minadi. Bularchi 50 ming. Narigi 400 ming. 400 ming. Bular ham shunaqa, Germanskiy 400 ming. Ha, 400 ming German. Bularchi Ular o oqsoqolniki 200 mingdan deyaptilar. 200 ming. Kaptarlar ham sotuvdami? Qancha ekan bular? Ha, hozir aytib 200 mingga berib yuboraman. Yo'q, narx aytmayman. Kaptar so'raganlar, kaptar ishqibozlarga. Minib ko'rsatib, Oq kaptarlarimiz. minib ko'ring olmay. 1 2 3 4 5 6 ta kaptar bor ekan. Gullar ham sotilyapti. Qovun desak, qovun ham bor, xudo xolasa. Velosipedlarimiz mana boltalarimiz, rossiyskiy boltalar. G'ildiraklarimiz mana kanistra bor ekan. Salyarkani kanistrasi. Eski oldingi SSR paytdagi kanistralarimizdan gap yo'q. Ana. Yaxshi ekanmi? Mana xudo xolasa sotilib ketyapti velosipedimiz. 200 ming degan velosipedimiz. Bunimiz do'stlar 350 mingga berib yuborlar ekan. Ko'ryapsizlar? Gap yo'q. Nomerlarini olib oldik, telefon qilsalaring xudo xolasa. Bola nima qilayotganiga, reklama qilayotganiga. Odam kam bugun. Shanba kuni ko'p kelsa kerak. Bugun chorshanbalik odam kammi? Qo'ldan kelgancha olamiz. Mana bu tomonda pesoslarga zapchastlar bor ekan. Egasi bormikan buni? Mikrovolnovkamiz bor ekan. Sizlardanmi opa bular? Kimdan? Qancha ekan pechos? 350 ming. 26 litr ekan-a? LG so'raganlarga. Xo'p, pesoslar zapchastlari bor ekan. Hamma yo'q bor ekan-a? Shlanka desalaring shlankasi. Ana Artel desalaring Artel bor, Samsung. Avalonlar bor ekan, injiqlardan. 500 ming. Xo'p, pushkami bu nima bu? Egasi bormi? Kimdan ekan sizdan? Qancha aka bu? Aka bu pushka bu. Pushka qancha? 650 ming. Qancha kvadrat? So'tadi ham. Konditsioner ham bor ekan. Yo'q, yo'q, ham sovutib ham isitarkan. Yozda shabada qiladi. Aha. Istadi. Pushka istadi. Necha kvadratda istaladi aka? Bitta uyda istadimi? Bular 50-60 kvadratda bemalol istadi. 50-60 bu ko'proq ishxonalarga yaxshi ekan-da. Ishxonalarga, ustalarga zo'r. Ustalarga. Quritgani qancha ekan narxi buni? 650. 650 ming kam bor-a? Kelishtirib beramiz. Dastavka ham qilib beraveramizmi? Zo'r narsa, ham sovutib ham isitaveradi. Xohlagandan qilib berasiz. Ham yozda ham kerak, qishda ham kerak. Gap yo'q. Dastavka ham qilib berilaverar ekan. Dazmolimiz bor ekan. Dazmol so'raganlarga santexniklar uchun yangi ekan bu, ishlatilmagan nasatkalar bilan.
Hop. Silk uryorka asosimiz. Santexniklar uchun qaychilarimiz. Bunisi рабочий, bunisi ham рабочий ekan. Hop, powerbankimiz ishlamasa kerak. Yengil ekan. Powerbank oshlaringda og'ir-og'ir olinglar, qancha og'ir bo'lsa shuncha zaryad ko'p ketadi. Hozir nomerlarni olib qolaman. Pushka kerak bo'lganlarga xudo xolasa dastavka ham qilib berilar ekan. Bunimiz nima? Muxolidniki bo'lsa kerak. Bu tomonda ham telefonlarimiz, Wi-Fi'larimiz bor ekan. Aka nomeringizni aytasiz? 77lik 77lik 160 160 90 60. 90 aloqasi sari ham xudo xolasa. Chorshanba shedam. Shanba, chorshanba chetda bo'lishadi, xudo xolasa. Ungacha sotilib ketadi, xudo xolasa telefon qilsalaring. Dastavka ham bor yo uyda bo'ladimi, qayerda bo'ladi bu? Bu kelishib, mashina kelsa meni topib. Telefon qilsalaringni? Ha, telefon qilsa olib borib beraman. Mashina bor. Gap yo'q, sog' bo'ling aka. Do'stlar, sotiladigan narsalaring bo'lsa, ishlatilgan, velosipedmi, televizormi, magnitofonmi, nima bo'lsa, Telegram kanalimiz bor. Anchadan beri yuritamiz. Telegram gruppa, kanallarimiz bor. Tashlasalar, xudo xolasa chiroyli qilib joylab beramiz, sotilishga yordam beramiz. Opsiyaga yozib qoldiraman Telegram silkasini, Telegram kanal silkasini. Xudo xolasa foydali bo'ladi. Kanal zarari yo'q kanal. Obuna bo'lib qo'ysalaring. Foydali narsalar chiqadi, sotiladigan narsalar. Shanba kuni kelish kerak ekan bu bozorga, chunki shanba kuni odam juda ham ko'p bo'ladi. Bugun chorshanba kuni odam kamroq bo'lar ekan. Assalomu alaykum, Xormay aka, tuzimsiz? Choylarimiz qancha bo'lyapti bular? Choylar hozir bo'lmoqda. SSR chaynaklari bu. SSR'niki, Nerjavikami? Yo'q, latun chaynaklar. Latun. Pechat, Tulani zavoddagi nimalar? Rossiyskiy ekan, Tulani kelgan choynaklari. Tula zavod pechati. Katta ekan, ancha necha litrli bu? 3 litr bormi? 3 litr. 3 litrli, ha? Bu ham o'shanaqa. Bu 400 ming, bu 450 ming. Kamida beraman. 450 ming. Rossiyskiy so'raganlarga. Latun bu ham. Latun. Bunisi-chi? Bu ham latun. 51-yil chaynak. 51-yil. Mana pechatlari. Ya, pechatlari bilan ekan. Buning narxi qancha? Bu 700 ming. 700 ming gap yo'qmi? Ha, endi Kofevarkami bu? Kofevarkasi, bu yangi 250 ming, 200 ming qilib beraman. 250 ming, 200 ming qilib berilyapti do'stlar. Xo'p, bunisi-chi mana choynagimiz? Choy To'g'ri ekan. chaynagimiz, bu ham latun. Aha. Esterdiki. Buni 100 ming qilib beraman. 100 ming. Ha, Ya, bu choy ichgani bu. choy ichgan. Xo'p, Bu bular ham mis- Esterdiki. Bu ham eserdiki. Ha. Qancha buni? Buni 35 ming qilib beraman, 50 ming. 35 ming. Qo'shiqlarimiz ham Ha, bu bor ekan. meteor, taxta qo'shiqlar, ular endi 15 ming, 10 ming shunaqa. Ya, bu tomonda ularimiz-chi? Endi ba'zi qiziqarlidan Kalkulyator bor ekan, daftarlarida. kalkulyator, bu ham o'sha 2000-yillar chiqqan paytdagi. Bu nimani kassetasi bu? Bu Panasonic Video magnitofondiki, kasetasi. bo'ldi. Ko'pchilik bilmaydi. Ajgalkalarimiz bor ekan mana. Isterda elektr plitasi bor, 4 ta stollik. Qancha buning narxi? Buni 100 ming deyapman, 70 mingga beraman. 70 mingga berib yuboramiz. Zo'r istadi, osham damlaveradi, sho'rva ham qaynataveradi. Rasxodi ko'p emasmi? Rasxoti 1.2, 2 kilovat ham emas, 1.2. Soatiga geta qancha desa 700 so'm yerkan. Bir soat ishlatsangiz 700 so'm o'sha. Примерно shunaqa hisob 1.2 qilib. yeydi bir soatga. Ha, 1-2 kilovat ekan. Yo'q, Dastavka. kilovat bo'lganda unda 1-2 kilovat deyiladi. 1-2 kilovat. 1-2 deyiladi. yo'q, 1.5 ham emasda. Ha, 1-2 deyiladi-da, 1,2. Ha, 1-2 kilovat deyiladi. 1 kilovat hisobda deyilgan. 1 kilovat deyiladi. Pasaytirib qo'ysangiz 1 kilovat yo'q. Dastavka ham qo'yib yuboramiz bularda yo uydan olib ketishaveradimi?
Uyda bo'ladimi, qayerda bo'ladi bu narsalaringiz? Bu uyda bo'ladi xolos. Menda Ha. dastlabki yo'q to'g'risi. Qayerda uyingiz? Marg'ilonda. Marg'ilonda. Nomeringizni aytsangiz, xudo xolasa kimga kerak bo'lsa choynalarimiz telefon qilishadi. 93lik 93lik 373 373 47 09. 4709 aloqasida ham xudo xolasa Marg'ilonda ekan akamiz. Choyni kimga kerak bo'lsa. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum, xormay. Jiguli zapchastlarimiz bular hammasi. Nima kerak bo'lsa do'stlar, mana bakovoy chilang, bakovoylar oldi oynalarimiz, zadniy faralarimiz 07 06lardagi xudo xolasa. Xo'p, bular qatga tushardi bu 01lardiki bu. 01 011larga tushar ekan. Kolonkalarimiz, oldi faralarimiz ham bor ekan, mana yondagi eshikdagi zapchastlar ham bor ekan. Bakovoylar ham bor. Xo'p, eshiklarga ruchkalarimiz bor, aynalarga. Gap yo'q. Har bozor chetda bo'lasizmi? Xudo xolasa har bozor chetda bo'ladi, kelib tanlab olaverasizlar Jiguli ishqibozlariga. Sog' bo'ling aka. O, mana kulish naburlarimizga qaranglar. Hammasidan bor ekan. Galovkalar ham bor ekan. Xormay aka. Bunaqa kulishlarimiz bor. Galovkali. Xo'p, trishotkalarimiz, ombirlarimiz, atverka hamma yo'q bor ekan. Bolg'asilang, bolg'a. Xo'p, tomonda damkrat, mashina zapchastlari bor ekan. Egasi yo'q shekilli buni. Rullarimiz ham bor ekan. Hop, hech kim qolmabdi bozorda. Hamma yig'ishtiryapti. Bugungi sanani aytmabman do'stlar. Bugungi sanamiz 2 mi bugun 3 mi necha bugun? 3-chi ekan, 3-dekabr sanasi. Svejiy video olinadi, eski videolar qo'yilmaydi. O, yerda ham qiziqarli narsalar otmiz bor ekan. Bormi? Samokat. Telefonlarga zashitniklarimiz ham bor ekan. Konditsioner, printer so'raganlarga. Konditsionerimiz bor ekan. Kimga ekan bu? Konditsioner nimasi xolos ekan. Korobkasi xolos ekan. Konditsionermi? Yo'q, korobka xolosmi? Konditsionermi deyman, korobkasi xolosmi? Kimdan ekan u? Bozor uchun. Bozor uchun, ha. O, buni olib qo'yasiz. Olyapmiz. Kech qolibsizmi? Bugun kech qoldimda, chiqib qoldi. Sog' bo'linglar. Aka, ashu nima u konditsionermi yo'q, korobkasi xolosmi? Korobkasi xolos ekan. Korobka ekan, ha. Assalomu alaykum, xormay. Subwooferlarimizni ko'rsataylik, keyin shu videoni shu joyda tugatamiz, xudo xolasa. Kendos. Xilidan bor ekan, kattalardan tortib kichiklari har xili bor ekan. Bus litrlar ham bo'lish kerak, xudo xolasa. Kelib bemalol tekshirib olaverasiz. Maytafonlarimiz xilidan. Signallarimiz ham bor ekan. Kolonkalar, pionerlar. Hop, hali nima deydi? Kamerali. Bakovoylarimiz aynali. Aka, kolonkalarimiz qanchadan bo'lyapti, xormang? Buferimiz 550 ming kichkinasi. Buferlar. 8 dyumli 800 ming kam bor. Eng kattasi-chi? 12 lisi 1 million 200 ming. 1 million 200 ming 12si. 1200 vatta bu. Shunaqa? Yo'q, yo'q, vata pastroq bo'ladi. Vat pastroq bo'ladi? Ko'p vat bo'lmaydi unda. Aha. Dyumga hisoblanadi. Dyumga? 12 dyum.
Atagi vati 170 vat ko'rsatilgan bo'ladi. Ha, tushunarli. Usitlar ham bormi aka? Filtrlarimiz ham bor. Qanchadan qanchagacha? Kilowatt 500 vatli originallari bor. Qancha narxi? Uni $60 deyapmiz. $60. Gap yo'q, $60 ga do'stlar. Pioneer so'raganlarga. Pionerlar kolonkalarimiz, Pioneer kolonkalarimiz, Kenwoodlar bor ekan. Chempionlar ham bor. Chempionlar. Qanchadan qanchagacha kolonkalarimiz onlarimiz Eng aka? arzoni Xitoylardan boshlanadi, 280 ming. Originallari-chi? Eng ko'p qimmati originallar bor, chempionlar $130. $130 va maytofonlarimizchi, oddiy maytofonlarimiz. Oddiy telefonlarimiz 150 mingdan, 150 mingdan? Hozir 650 minggacha. 650 minggacha. Har bozor chetda bo'lasizlar-mi, xudo xolasa? Chorshanba, shanba. Kirgilidamiz do'stlar. Dastavkalarchi qana qilib beraveramizmi aka? Marg'ilon ichida bo'lsa, misol uchun o'zga yetkazib beramiz. Marg'ilon, Farg'ona, Marg'ilon. Nomeringizni ayting aka, kimga kerak bo'lsa telefon qilishadi. 33 lik 760 760 54 53 aloqachilar xudo xolasa kelishtirib dastavka ham kelishtirib beriladi. Do'stlar, videoni shu joyda tugataman. Biz Farg'onadamiz. Eski bozorga kirib kelgandim. Kechroq kelibman bugun, odam kam. Qo'lda kelgancha oldim, yarim soat video olibmiz. Foydali bo'lgan bo'lsa bittadan like bosib qo'yamiz, obuna bo'lib qo'yamiz. Obuna bo'lmagan bo'lsak, keyingi videolarga ko'rishguncha.